Yani unuttum hemen vatandaş. Xudayım, Xuday. Liksimize davamlaştırmaz, hürmetli vatandaşım. İkinci katım sözleşim cuma. Bugün çislak işkimen. 23. yıl 7. ayının 1. günü aptigi şembe vatandaş. Mavzumunda başta bir katım okugan, endi yana qayta bir okuşumuz gerek bunu. Amerika Cungo söhbeti. Niqab perdeler yırtıp taşlandı. İşke koşulup elep verilgan söhbet. Bir görüş bilan ciddi başlandı. Prezident Joe Biden ziyafet verip kütüp aldı. Beijing gazap bilan urush o'ti ochdi. Al qilg'uch paytlar. 2021 yil 3 ayning 19 kuni YouTube. Ekranda endi cuma ekranda chiqqan xatlar. Bir mavzu ostida, mushu mavzu ostida Alyaska söhbeti. Yig'in kayfiyati so'zlandi. Ko'pchilik Cungo Amerika amaldorlari o'ttirisida Alyaskada yuz bergan jidal majralar yangi munosabatlar davrining yaxshilikdan derak bermay boshlanganligini ko'rsatib berdi. Bu cümle yana bir o'qiydi vatandoshim. Cungo Amerika amaldorlari o'ttirisida Alyaskada yuz bergan jidal majralar yangi munosabatlar davrining yaxshilikdan derak bermay boshlanganligini ko'rsatib berdi. Obzorchi Liu Shiji mundaq dedi. Masalan, al qo'lg'uch paytlar torpilim ishlash kanalining obzorchisi. Yaxshilikdan derak bermaydigan boshlanishdir. Bu boshlanish. Bu so'zni aslida Liu Shiji emas yoki mushu torpilim ishlash kanali emas. Buni aslida Amerikada Simliq televiziya CNN shundoq mavzu qo'yib xabar bergan mavzu ekan vatandosh. Baqaltis gap. Endi yana bir torbeti cuma nima buning ismi? Yer shariga nazar. Alayda xabar. O't kuchi butunlay qo'yib etildi. Suhbat jarayonida o't kuchi butunlay qo'yib etildi. Ishga qo'shilib o'tkazilgan suhbat oxirlashdi. Yer shariga nazar. 2021 yil 3 ayning 20 kuni YouTube. Ekranga chiqqan xat. Ekranda Amerika Cungo söhbeti oyoqlashdi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Antony Blinken mundaq ko'rsatdi. Tayvan, Hong Kong, Uyg'uriston, Xinjiang masalasida to'xtaldi. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken Cungo Uyg'uristonda, Hong Kongda Tibetda bostirayotdi deb ko'rsatdi. Tayvanga tahdid solayotdi deb ko'rsatdi. İnternetni hujum qilyotdi deb ko'rsatdi. Suhbat shu vaqtda boshlangan chog'dilar. Amerika taraf yana mundaq ko'rsatdi. Cungo taraf qo'g'dinish xarakterlik javob berdi, lekin yanalar samimiy so'zlashdi. Davlat shakati Antony Blinken muxbirlarni kutib olish yig'inida shundoq dedi. Muxbirlarni kutib olish yig'ini o'zi ayrim o'tkazdi degan gap. Shu yerda shundoq dedi. Cungo taraf qo'g'dinish xarakterlik javob berdi. Lekin yana samimiy suhbatlashdi. Antony Blinken mundaq ko'rsatdi. Bizning siyosatimiz bizga oydin. Bizning siyosatimiz bizga oydin. Ekranda Amerika Cungo yuqori qatlamada o'tkazilgan suhbat oyoqlashdi. Yang Jiechi, Cungo diplomati, egilik huquqimizni qat'iy qo'llaymiz. Yang Jiechi, Cungo tashqi munosabatlar ishxonasining mudiri mundaq dedi. Biz bugun Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Antony Blinken, Aqsaray davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan bilan Amerika Cungo munosabati to'g'risida suhbat o'tkazdik. Qarlash xarakterlik samimiy suhbat o'tkazdik. Wang Yi mundaq dedi. Shu vaqtda suhbat qatnashgan Cungo tashqi ishlar ministri Wang Yi mundaq dedi. Egilik huquq va zamin territoriya butunligi masalasi intayin zo'r prinsip masalasidir.
Bu meselede Amerika taraf, Cungo tarafının fikrini kem çağlamaslığı gerek. Çünkü Amerika özara canı-can menfaatini hürmet kılışımız gerek. Tekrar. Bu canı-can menfaat tekrar. Her katımkı sorunda, her katımkı sohbette tekrar. Qaraganda, bu yerda biz qasddanmi demeyle, aş ko'rinishning o'ziga qarab baqayli. Jungo taraf tashabbuskorlik o'rnida emas, balki salbiy, passiv o'rinda o'tiribdi. Tushundingizmi? Chunki bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlari taraf Davlat ishlar katibi Antony Blinken masalaning naq o'zini, mavzuning naq o'zini o'ttirib qo'ygan gap. Jungo taraf bo'lsa, o taraf kelib qochib, bu taraf kelib qochib, 35-yilga bo'lganda zamonaviyligimiz, iqtisodimizni taraqqiy qildiramiz, fan texnikani taraqqiy qildiramiz. Suhbat bilan hech qanday munosabati yo'q. Mavzular. Sening davlat ichki ahvoling va ichki planing nima, buningla Amerikaning nima aloqasi bor? Suhbatda qo'yilgan mavzu to'g'risida so'zlasang bo'ldi. Demak, sen o'zingni bu qatim suhbatda, alyaski suhbatida passiv o'ringa tushirib qo'yding degan gap. Davomini anglashlar, vatandoshlar.